Aka, Toshkentdan propiska olishimiz uchun siz o'sha qizga обязательно uylanishingiz kerak. Birinchi bo'lib siz propiska qilib olasiz, keyin men. Ah. Xo'sh, nimasi yoqmadi o'sha qizi sizga? To'g'ri, sal semizroq bo'lsa, atigi 150 kilolar atrofida, lekin undan keyin propiskali bo'lamiz. Aka, bizning boshqa yo'limiz yo'q. Shunaqa qilib propiskaga kirmasak, boshqachasiga bizga propiska berishmaydi. Yaxshi. Значит, o'zim uylanadiga o'xshayman. Siz o'tiravering, laylayib. 28 ga kirdingiz. Qachon uylanasiz bo'lmasa? Sen meni g'amimni yemay qo'ya qol. Ichki yo'l bo'lgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Qanaqadir propiska uchun semiz baqala xotinga uylangandan ko'ra yolg'iz o'tganim yaxshiroq. Agar uylanging kelayotgan bo'lsa, marhamat, xafa bo'lish yo'q. Aka, siz mendan katta bo'lsangiz, birinchi siz uylanishingiz kerak. Axir urf-odatlarimiz bor. Men o'zimga pozvolat qilmayman sizdan oldin uylanishni, aka. Atak jahlim chiqsa, uylanib olishim mumkin. Yo'qol, yaramas, Alfons. Ablah, qochib qoldi. O'zi shunaqalar ko'payib ketdi oxirgi payt.